Bu videoni srochniy Cobultchilarga jo'natib qo'ymasalar bo'lmaydi. Nimaga deysizlarmi? Cobalt mexanika korobka ko'rsataman. Mana shu yerda skorosti trosi bor mana. Shop etib chiqib ketadi. Aslonoy mana mijozimizning aytishlari bo'yicha 5-skorosga urgandan keyin shunday chiqib ketib skoros xolastoy bo'lib qoladi. Bu uchun ustoga borsalar srazu tros almashtirish kerak desa, yo'q deydilar. Nimagaki, mana shu boshini o'zi adamda sotiladi, bizda sotuvda mavjud. 50 ming so'm turadi. Tros qo'yaman desalar 300 ming, 350 ming so'm pullaring ketadi. 50 ming so'm bilan hal bo'ladi. Bu arzon varianti, sizlarga aytib qo'yaman. Sarson bo'lmaysizlar, ham vaqt ham ekonom bo'ladi. Tros qo'yishga 2 soat, 1,5 soat vaqt ketadi. Max 1 soat desa ham. Buni qo'yish 5 minutlik ish. Bu videoni Cobultchilarga jo'natib qo'yasizlar.